加汉大老板一天的日常。 Yaxshimisilar? Oxiri Jahon balamning ruchonsini ekeldim-a. Atdiganda bu Jahon balam mendan asliq 20 soatga 1 soat bir o'g'indi. O'zlar o'ynab, ko'tildab, meni tatlab, urib o'g'indi. Maqadim o'g'inib tam telefonni darhol ayarga qo'yib yotgan ishga kirib man shu tatib oldim. Andan keyin balamni achqib, avval yuz qo'llarini etima yo'l qog'ozlar, ba'zida achqib yuyma tatliq suvda atirib suvda yursak og'ziga kirgaz bo'lmaydi emasmi? Tatliq suvda echib, oshxonaga kirib yuyib, oshxona saqlayib qolgan to'shonlar bugan mana. Yo'l qog'oz bilan ma, yo'l qog'oz qiziq yo'l qog'oz. O'sha narsani ichida qiziq turdi yo'l qog'oz. Bo'lmasa sovuqni ishlasbek endikib qilib ketgan bola. Meni yo'nshon ichib qo'yib, qizqarliq işte eddik bo'yin. Andan balamdan bittin kiyimlerini saldırıp bittin beden yanmış yol kağız bile eğitip kotungalarını sürkep beden meyi beden suyu anan dikizmiş şu gilağı sürkeyden koltaklarını sürkeyden kızartıp gelişini aldın aldıgan çocuk balam toğulgandan başlayıp bazırak geçti çıkanda yer kızırıp gelip bunu bop bakmadı hem cihette 5 dikkat kılımız bırak ettim ondak içirin eğitmay zaklarını almıştırırken onda işlerimiz yok yalak başkalarının ılkayı balları işte kızırıp koygan işte havalan pek körmeyçu men bizden tukalarının balları ba şu pek ensirep toğulgandan başlayıp bazırak geçti bırak ettim kızartıp koyup onda bakmadık pek dikkat kılımız günde ettiğin zadım okun bittin bedellerini juğandaklam açtık eğitip bir nesini vakti sürkepçu muş bizden tasdıktan ötken işte yakış beden may 100 may anan dikkat şu koltaklarga sürkeydigan narsamiz bütün yaxshi narsalarni şi qo'yib bilirni to'yjan qilib shipin tatib qo'ydik qizlar uni mush 2 kungacha 21 kesib etsam jahon balamdan do'yinsiz chiqarimiz cho'qim ko'n jo'qa bilanlar qana yashitizlar man qana vaqt ishlatisizlar degandek yaxshi narsalar bekjaq balamniki bizdan tasdiqdan o'tgan ba'zanlarni xato qilib tashlab etdik ba'zanlarni yaxshi ekan deb davomli etilib ishlatamiz bilan bir chaq to'yjan qilib birayli bo'lmalar cho'qim ko'n jo'qa bilanlar anan keyin balamdan makiyimini almashtirdim gonjo hozirgan asraq so'qchu ular maqsad qilaroq kiyimini kiydirib qo'ydim bak kiyimlarim kichik qilib chiq kiymamaydi degan bir kiyim to'shmaydi ekan kiyimni milq azaraqlarni ep qasaq jajjan alavlaydigan bir bak ekan biz shundan qo'rqib bo'lmasa xilbi qimmat emas azam emas kiyimlarni ep birodimiz lekin sap vaqtisiga chiqib biz kunda juğandikin bu kiyim bir qatim kesil jumuz bo'lmayotganmiz kichik bolniki kiyim degan ko'nra bitdarik chiqildik undan keyin uydan chiqib qolaman man uyanchiq uyga sulab qo'ymayman o'zimni dashi sho'qimdim juma qizlar qo'patdan balamni ishlarini qilmay bo'lmas vaqti yo'q balamni man uyanchiq uy vashya qilaman qilib ketibdi qizlar ya'ni odatda yo'ldoshim murattlab shavdolarni qilib qipirdi mana hech kun vaqti chiqmay qolibdi shundan qilaman qapadan o'tag'izib qo'yaverdim ayan o'ynab man o'ynab balam o'tiribdi deb shundan keyin balamning kiyimlarini bir chaqshijilik silib kun atgan qilg'ashim mush ishqilib 2-3 kunda bir qatim kiyimlari yig'ilib qoladi mushtaqlam chijik sap ham juytimiz bu kichik balon shijisini olib qo'ysam vashya rohatga mush shijini tug'ilishdan burun olib qo'ygan deyman mush yo'ldoshim nimunda shijinim ayırmalı kichik olgandan keyin qo'lda yumamliq deb ketdimi bu vashya qat'iy lekin o'ng'aylam chiqqan bu yugaklar bo'ldi-ku karvat kirliklar bo'ldi-ku bu juydigan vashya qo'lga kichik olganki birdan naqasna qo'l yangi tug'ilganda da kiyimning hammaga qisib to'xtamay ses qurab kunda 3-4 qatim kiyim almashtirib ketganmiz vashya qat'iy lekin uning ustiga mashiji o'z qo'rqib achqalaydi malas sal unda pakiz qurmabdi ekan to'q shuni yeyib qo'ydim birdan yeyib qo'yib tam akirvatdim bu vaqt balsvalaga ashijin vashya tuyjan qilmay anan keyin ma bu balam bu tuxum buyurgan dem etganda ma tuxum tugab ekan to'q ishdan tuydi liq qo'ydi qizlar yani bu siti yo'q ekan bo'lmagan bo'lsa haq bizning jo'ba o'qimanda qo'ydi deb kunda qo'ydi biz ma to'rninglamishini qilgan ekan to'rda mal setib qo'ygan ekan bu qo'ydidan qutulamaydi ekanmiz yana ratlasak yana shu bugun yana to'shab ketibdi keyin oshxona saqlayman to'g'ri tushunib turinglar o'choqni oldindan tozalab shunda man balamni tamog'ini bir etib olay deb man tuxumlarni mana ichiga selib ratlab ma tomoqni ham de asos jihatdan 2 kunda bir bo'lmasa kunda bir bermaymiz tuxumni et deganda balamga bir necha bu tuxum dastlabki quvvat bo'ldi ekan lekin cho'qim yerlik tuxumni tepib turib qilinglar tuxumni shu bir tal tuxumni chaqama yerlik tuxumdan birini anan degan elashtirib ana sut bilan aralashtirma anda ma qozonning ostiga suv qo'yib deb ma qozon balamniki chuchongs bog'u deyman yo'qib qolsa aji to'qiblan yo'qsanlar bo'ldi ma qozon beshi aplik qo'rib etadigan tomoqlarni mush qozon etib bermay odatda boshqa ishlar etib beradigan tomoqlarimni chiqarib bermay qizlar bek tatib bo'lmay qoldi bekaldirashib ketgan adam bo'lmasa qildi kunda baldu qo'pib baldu uxlab qo'yataman shu pinta chiqib vaqtim chiqmadi tatib bo'lsam yo'q kesish bek taskamizmi kesib bo'lmaysiz fashion qilib bo'lmay qoldim bek yog'anchi ekansiz qani chiqarmay deb tilab qo'yibsizlar bir sanlar ko'nglimga keldi lekin bo'libdi endi ham chiqarib qolaman keyin xumrimni pishirib qo'ymoqchi bolamni man uyga uslab qo'ygandim bu balam shu turmadan qitishlarni ishlab ketdim ishladim shuni qechib chiqib intayin amroq keyin man taqashni unutib qolib ekanman to'q necha qatim taqmishlarning ishidan yo'qolib ketman topolmay uy bu bola unlab kirib ketib qizqirlab shuna balam qechib chiqdim deb keyin ma shijirim mening ish kiyimlarimni yuvgan shijirim ish kiyimlarim yig'ilib qolibdi ekan bugun yana bir chaq ish kiyimlarimni yuvibdimi bu bek aplik shiji bu ma ish kiyim yuvgan masopini bir to'yjan qilmay deb o'zan necha ishilib bo'ldim lekin bir to'yjan qilmay deb chiqib bulamdim qizlar bir qutum ishilib bo'pti bek azam bu 20 necha qo'ygu deyman bek azan anani kesa bek yilqi tarkibi bek yaxshi ish kiyimniki shijin alayblay bir narsani pak o'tirib qilib beradigan bek amroq men bu so'ponga bir qum bir xil pak qizlam puraydi alayblay boshqunda puraqlar yo'q yo'lishingizdan yordamlashman demanglar bitar yo'lishim tunugun kechi mush o'ylarni ratlab shu deganning ichida bulam chiqargan yo'lishim bek tozalayalaychi men unda tozalayalayman lekin yuzaki ratlayalayman unda yo'lishimdek pak qilmayman qilim yo'q qizlaydi bu yo'lishim o'y ratlab vashi yerib ketgan to'q shuni yo'lishim hozir uxlayotdi shuni balamni tam qipishib degan to'qma tanjolarga o't tag'izib balamni manda peshtamirlarini taqab mush peshtamirlardan tatib ish qilmish aplikasiyaning hammani yig'ib to'ygan qildiqchimi omala cho'qim qo'yib turinglar mush hech kimga cho'qim kesib chiqarib beramiz shundan keyin ma tomog'im pishibdi bu bek payz tomoq bu o'zimni bek amroq men degan shansni qo'yib beray bek ayaja yeyib qo'sqilga etib jilib chiqarib ketdi o'ma qolam ağzı tomoqni bir qo'shiq tasam ham tam tetib chiroyini ashta qildi qaranglar bek set umaq tayna deb shunday aklikim kelib
Qaynalam yutib qo'ygan bu tuxumni etishga shu yo'ldoshimdan ishlab beqibdi, boshqalardan ishlab beqibdi. Shu balam sizni ishlab beqin degan ma'qul deb balam ish qilib kunni qilib beramsam 2 kunda bir qilib bermash qilib shu tuxum bilan yaxshi yo'g'on atam degan deb o'ylayman. Yaxshi to'g'an bog'malar sizlar ishlar itib sanab itib bek asan bo'lmoqdan masan. Ham bu o'zim yigil bek amroq bo'lmoq degan bek lozuvlik emas. Bo'lmoqni bundan xo'shal yemaydi. Lekin ancha peyzdan aralashtirib bersak peyz yeydi. Yolg'iz qilib bersak unda bek xo'shal yemay chiqib yeydi. Lekin mat tuxumni bek chiqirib bek xo'shal yeydi. Keyindan anda bu tomog'im yeb bo'ldi peshtam ele bir narsalarni yo'g'ishtirib anandiz bir chaq suv ichirib qo'ydi. Suv bilan tag'imi bek yaxshi hazm qilsin. Keyindan andan balamni mush sendros bilan so'rab shu yangtayni oldiqlab qo'yib qo'ymay mishadi sayat qilib ko'kchiliklar qarimiz bo'lmaydi emasmi? Shilis yaxshi bo'ldi deb shu mishad o'taz qo'yim o'zim taloq qarg'ilib bek amroq qarab o'tirdi. Uyga qarab bo'lgandan keyin andan birdan kino qo'yib turmay balamga. Mumkin zadim shu go'chaq moqimdan bay kunda bozorga ketmasak ham. Kino ko'rib o'tirdim. Yuqongda yutgaydig'ini bilib qopgan qaydi yuqong talishmay bilib bersam yuqong degan yepatlarni chiqarib kinoni bes o'ynab ovozini o'chirib ish qilib yuqongga bek ko'rib o'tiribsam yo'qoplam ketdi-da bu balam do'rab naqsh etib boshlab o'tirdi. Keyinda ishlarimni qilay deb kirsam yo'lchim taxit uxlab o'tiribdi. Shundan men endi shifralarimni qilay deb aytishlarim cho'tkalab yuzlarimni yo'q. Men arliqda anandiz shu grimlarimni qilib nurg'un ishlarni qilib oldim. Grimni qilib olgan yerlarimni sal tatmay qoldim. Arliqda shu 20 soatda kino ko'ribdi balam. Shundan keyinda u balamning uyqusiga ko'zlarini o'lg'iltirib degan to'q. Men ufkam o'g'inib degan ufkam kelgan emasman. Men o'z inim bo'ldi. Shuning bilan men xuddi tayacha deb. Bu ufkam bek usib ketdi. Bu jahonni bek qisqa bu jahonni bek bek asan emas. Men shikka davresli uxlab qoldi. Men tavratga men ko'p isbag'u qizlar. Mush qo'saq ko'tagandan boshlab uyga birni olib qo'yganlar ajoyib asqatib balam tug'ilgandan boshlab hozirgacha ash ko'pida uxlatdik. Ash ko'pida uxultimiz. Singlim kelamdi kichik ukallarim kelamma balamni uxultaydan desam ekib shuni ishga tavratib uxultaydi ve shikka. O'zlarimdan bolalar mashina sheltadi. Kichikam uxlab birdan o'g'lim chiqibdi. Ishda marab o'tirdi meni yana qo'sga chiqib ketgan to'shlan bir neypotdan sepray deb bana. Mau yatak qo'yib bizning neyfdan tanshaydigan bir narsamiz bor atrofda sayl qilayman. Buni to'g'ri tushunib turinglar. Mau birsi showdugoy birsi mandaq suvlarni mana gradus mandaq tushirdigan. Ma bek aplik ish qilib mushini jutoy qilmay qizlar shu balam qaysi narsan bo'ldi mushtaq narsaning deydiganlar. Biz har xil pishirib ketdik. Mana eng beshida ag'an mani muqim yatak qo'ydan ayirmaymiz. Boshqa endi ma jahan balamni uyga birni chiqib qo'yaqliq, qiz apamning uyga birni qo'yib qo'yaqliq. Ma anam ajamlam Guangzhouda hozir anamdan patpat jahanni ekib 3-4 kun bekib berdi sizlar arama bilanlar. Alanning uyda birsi bor. Lekin boshqalari kichik lekin mush biz yatak qo'yda qo'yib qo'ydiganimiz ish qilib bo'lmalar cho'qim birni abilanglar mayli gradus bo'lsin, suvning gradusi, suvning gilyansi deymiz, mayli shov do'qilishim bo'lsin, yonaydi suv chiqib hamma beyzi. Qiylanmaylamchi, masalan sizlar uyda yo'q bo'lsanglarmi, boshqalar yo'ldoshinglar yo boshqa fikrlarlar bo'lib qolsin, qiylanmaylam shunda. Yerim kechida o'g'inib qolsanglarmi, o'g'indigan vaqtlar bor, oshliq vaqtdan sanam birdan tanshab degandek. Chiqib besh qulaylik men sotmayman uni, lekin oshliq to'jan qilib bermayman. Balni o'zinglar imitmisanlar mushtaq rahat faqat kensizlar qizlarmishlar. Nayfan bilanlamchi ufkanglar bu ufkanglar bek bitdik, apanglar o'z ikkita necha kunda bek ekapirdik. Unda desam men imitmay tashlatmanglar, lekin insonlar hamda yaxshi ana ustiga nima yetadi, lekin ham amal yo'q bo'lib qoldi danglar, chiqimiz amal yo'q-ku. O'zinglar mana imtishni yetib olib, men o'g'lim ikki imtima deb yelqib biz o'g'alg'in bo'ldim, fuqib qolgan danglar o'g'lim degan raus man daqsin batliq beqiydim desam, lekin bu chiqmay qoldi, eshitdim yo'qolib ketib qoldi, shun bu balam nayfan qilib tushib qoldi. Lekin yana o'xshashlam yaxshi yo'qnab mang'adiki ko'nglarni yerim qilmanglar chiqmagan qizlar. Beqshi ve shi asam ketdi. Arliqda shikay imitdim, lekin bu bavlar yo'qning arlig'i bilan yili ba, yili yo'q balamni chiqirtib o'ynab shundan keyin bo'ldilar. Balam ana ustunga xayr xo'sh deb bir taraf qilib. Balamni so'ramadi, ana ustungiz qani deb so'rab qo'ymadi, nayponni bersak ishchivadi, shundan beqilib ketdi. Arliqda bu balamdan bir talog'i chiqadigan bir talxanjis bor. Mo'qqim pastga etishib bir soat, ichimiz 20 soat cho'giltib aptap qilib akirmiz. Ma kuning mening tushkim kelmayman birdan beri shoularımda topilarım tatib olay fukamsa etib chiqdi fukam tushirib etdim. Ma bu boshqa kuni men etishga vaqtni shu pisni qo'shib qo'ydim balla arliqqa. Kuni bir qatim tejga etishimiz. Ma kuni fukam bunda shopping tatmaylam o'yin tiplan etib degan shopping yo'qib qopti. Pastga tushsa shu yil elangi o'ynab kelgan bir men o'ynab kichik balla bilan o'ynab zo'r. Asaqlam yandirib etishimiz, shundan bir uyqusiga tam to'biga chiqdi. Uy kirsa yan nima ish, uyanch qo'yib sulab qo'yamiz. O'sha yerdan uni o'ynab, buni o'ynab, ushdaq tiklab o'ynab bu balam yana o'tirdi patpat. Kishim kelib ketib qolsa mana o'ynab qo'yman nayponni it ishitdim qilib. Ko'zasa men qarab ijarib kulib mizonlik qilatamsiz deganda. Bu chaqda 3 soatda 12 bo'lgan vaqtlar, shuni yo'ldoshim oxir o'g'inibdi. Mush balni ko'rsam ham o'g'indi yo'ldoshim. Uxlasin deb jin ishlarimizda qilganim yo'ldoshim o'g'inib ketgan to'qma balni berib. Shuni yo'ldoshim chiqib kelgan mursa yezi qo'ttag'iz bilan dengshini qo'yib turibdi. Qizqarliq bir qo'chaqlar bor bu balamning o'zbek amraqmishlar lingshilari va lingshiga, pofuyga, kino ko'rdi o'tirib. Mal lingshilam shu chiyoq ballar yezimichu, og'zi kirib shunda erib ketadigan mush ballar zerikka vaqt qulaq bersanglarga o'zlar o'ziga bir lingshilar bor. Ashlarni to'jan qilib chiqib beraymi qizlar. Bu ballar narsalarning jiqini undaq ilqi is sotqil bo'lmaydi-ku. Asosiyatan 80% vaqt to'jan qilib beradigan narsalarni chiqasin sotqil bo'lmaydi bu qizlar. Bir narsalarni sotmayman deb injiqlab ketib baramdiki, misha to'jan qilib baram deb undaq xato tushunmanglarmi? Faqat chun finsan qilib berman. Birda meni balamni toz qo'ygan azraqsi biznatlarim shu pintatib oldim. Anan qiz voyitjan ve sherib men birdan endi men uxlay birashik soat deb yata qo'yib kirdim. Endi nima yo'ldoshimga keldimi? Shuna mas'ul akirib berib balamni birdan suv berib deb men zalqob amaylab yetib qoldim. Shunda setib ketdim. Zat kunda tushdi birashik soat uxlamasak pesa berib ketganmiz. Shundan erim ma bu bulmoqni itib akiribdi. Shundan tushikdan qimizga ham bu buyruq payqab uni yedik. Yo'ldoshim ham o'ymay boshqa bir deb turasman arliq tuxlab qoldim. Shundan keyin ma bulmoqmi shunda tamlik bulmoq. Bu bulmoqning ichiga nim soldik desanglar biz bulmoqni mani yigizimiz. Anan keyin ichig mandaq go'shlarimiz bor, beliq go'shi, kal go'shi degandek malani mujid to'qib izdanglar agar topamsanglar men yo'llab beray. Mushlarni aralashtirib bersak shu ichida go'sh bor, shunda tamlik yeydi, ichida hayday degandek qilib yaxshi bir narsalar bor, mush kichik bola payda qilganchu. Buni shundan mazza qilib chiqib kelganda biz qaranglar atam tetgan chiroylarni o'zgartirib boshlab yeb ketdi. Etgan tuxumni boshqa qildi. Sen de bunda tam tet kelgan bo'lib ketdi. Uyan.
Keyin bir mo'j uxlab shu chiqsam, mundaq datuslar o'melab munda o'yin qoldiribdi. Datuslar o'yini pek amroq bu bolam o'ycha. Boshqa hech qanday o'yin chiqarmaydi datuslar, ular o'ynab ketdimish, qizı doğrab. Shular bilan bu o'yinga yaldiran shu bitta oldim. Keyin ko'rsam erim degan aytdi, tamaq etib o'tirib shunda o'xshitib. Uyda bu faqat non yaplamaymiz danglar 3-4 tonna kvasaqlam ko'yib kirib. Shundan erim shu tik-tik-tayli ko'kirib qolgan nonlarimizni, ko'kirib qolmadi, ya'ni ko'kirib kelish oldida turib qolgan, qetib qolgan nonlarimizni bir choq tugitib mendan qaynaqib beray deb meni itbadi. Bak qo'li tatliq bektam o'xshaydi yo'ltishimning. Mening qo'lim bek tatliq, men tamaq etmasam, bak xo'juk yaydi. Men tamaq etib bermayman, pat-pat erimni ham chiqsam mayman degan. Bak yaxshi xo'to men degan. Tamaq yesaklan bu balamni muqqum shu Sanjosning ichiga tiqib qo'ymiz. Bo'lmay qolsa bu balam uyanchiq uyda qolib biz qarab chi, qarab men qashonga bormay deb turib oldi. Endi biz bo'lsak kino ko'rib o'tirdi. Keyin yo'ltishimniki do'stlar ketgan tumi ko'rib kelay deb ketdi, ishlar bo'lmay o'zim bir qo'lliqdan bir taraf qo'yib qo'ltiblam deb. Mushta bir narsa, mana simbek bilan balamning yangi ko'z ko'rdigan vaqtidan boshlab appagan tuqish qarab o'ynab uxlab qoldi. Shundan buni xultib etdim, shundan bir kun kechmish taqdigidi. Endi bir choq balamninki mushu to'yjan qilish tegishlik tajan shovjanlari shu yo'npelari deymiz, bek muhim narsalarni to'yjan qilib bermay qizlar. Qo'yin qilishni hargiz unutib qolmanglar, degan sama qaytanglar. Xayr, ko'rganinglarga ko'pdan ko'p rahmat.